Assalomu alaykum, sizlar bilan Oltin Yaroq kanalida yaxshi bo'lsamiz, yaxshi jon qarasa. Shtorm qo'yin qo'shilmadimi? Qo'shilmayapti, Shtorm qo'yinchi. 308 tarsa hamma o'yin deyarli hammasida emas, o'yin deyarli hammasida desa bo'ladi, yarimda bor qo'shildi. Shtorm qo'yin o'yini, lekin 308 tars qo'shmayapti nimagadir. $30,000 so'mdan bo'lsa 3 million so'm bo'lar ekan. 30,300 so'mdan bo'lsamiz davay. Ketdi. 100 sent jigarim, davay. 100 sent bitta. Chiroyli qilib. 100 sent. 100 sent. 100 bitta yengil 5 ta bir xildan. Tasha. Tasha. Bitta kam. O'zi bermaydi ekan-da, bermayman deb qo'yarsizmi agar o'yin davomida. Yoz emas, bermayman deb qo'yavering. Biz boshqa olib kirmaylik. Nomard ekansan, nomard ekansan. Nomardlik qilding bizga. O'zimizni mana o'yinga qaytamiz. O'zimizni nomard challenge qaytamiz. Shundan so'ng 3 million so'mdan oshirsak bir pashka yashil kerak xolos o'zi uning uchun. Boshqa narsa ortiqcha narsa ham kerak emas. Shu bir pashka yashildi. Nahotki bermasa. Qiynasa deylik, beradi-yu, endi qiynayapti bizni. Tavakkal. Hop, bu yerda ham shuncha narsa yo'q.
bitta haligi video ko'rdilar. Menimcha O'zbekistonda ham so'rovnomani qilishdi-yu. Haligi kuchukda qutqaramiding yonsa, o'zingni qo'shningni bolasini bilaman desa, kuchugimi, itimi yoki ularsiz pitomец deyiladi ruschada. Mana shu pitomецni qutqarardim deyapti. Menga bola bergan ayol deyapti. Faraz qilish o'zini bolasi mana shunaqa holatga tushib qolsa endi xudo ko'rsatmasin. Va o'sha bir bo'lgan odam, boshqa odam o'zini itini qutqarsa, o'sha bolasini qutqaramasdan olqishlaydimikan? Sen молодец o'zingni, bitta o'zingni qutqarding deb. Nima deyapsizlar? Chiqamiz 2 million so'm, 2 million so'm uzr. Kristal bo'lsam uzr.